Nima uchun aynan 1365-yilda bo'layotgan voqealarda ikki yirik amir, birinchi menimcha mushtariylardan qiziq savol bo'ladiki, Toshkentdayoq, ya'ni Toshkent va Chinoz o'rtasidayoq mo'g'ullarni kutib olishni reja qildi. Endi shundan xulosa chiqarib aytamizki, Yerda tosh haqidagi ma'lumotga juda ham ishonib qolmaslik kerak. Bu aslida bu yerda tabiiy ravishda kuchli yomg'ir yoqqan va shu yomg'irga Movarounnahr qo'shinidan ko'ra hamma manbalardan xulosa chiqarishimiz mumkinki, ular Movarounnahr qo'shinidan ko'ra yomg'irga Mo'g'uliston qo'shini tayyor bo'lgan. Tog'a boshidagi qo'shinlar birinchi bo'lib Shingim Noyonga zarba bergan va Shingim Noyonni mag'lubiyatga uchratgan. Shundan keyin asosiy zarbani bergan vaqtda, xuddi shu vaqtda, ya'ni biz bek qo'shinlari ham jangga kirib, demak, Movarounnahr qo'shinlarini juda og'ir ahvolga solib qo'ya boshlagan. Va mana shu Shamsiddinbek qo'shinlariga Temurning o'zi ham, demak, boyagi Jakubek bilan Sayfiddinbekni, demak, jang qilayotgan qo'shinlaridan foydalangan holda o'zi ham 17 qo'shin bilan Shamsiddinga zarba bergan va Shamsiddinni mag'lubiyatga uchratgan. Mana shu mag'lubiyat natijasida Shamsiddin qocha boshlagandan keyin Shirovul agar Husaynni aybi bo'lganda manbalarda aniq ko'rsatilgan bo'lardi. Amir Temur Movarounnahrning bir o'g'loni sifatida uni dushmanga berib qo'yishni xohlamayapti-da, shu maqsadda aytayaptiki, mana nomussiz hayotning qadri yo'qdir va pushaymon bilan zoya ketgan umrni qaytarib bo'lmaydi. Agar ruxsat bersang, men Samarqandda qolaman, lashkarni to'plab yana bir bor Mo'g'ul bilan jang qilaman. Assalomu alaykum hurmatli mushtariylar. Farg'ona davlat universiteti O'zbekiston tarix kafedrasining YouTube kanaliga, xususan professor Usmonov kanaliga xush kelibsizlar. Bugun har doimgidek Amir Temur hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Eslaringda bo'lsa, avvalgi ko'rsatuvlarimizda 1364-yil voqealari bilan tugatgan edik. Ya'niki Amir Husayn va Amir Temur tomonidan Ilyosxo'ja boshchiligidagi mo'g'ullarni Movarounnahr hududidan ustoz siqib chiqarilishi va undan keyingi siyosiy masalalar bilan tugatgan edik. Endi albatta bugungi eng asosiy masalalardan biri hammamizga ma'lum va mashhur bo'lgan va turlicha rivoyat va afsonalarni o'z ichiga olgan 1365-yil voqealariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, dastavval bilamizki, 1365-yilning bahoriga kelib, endilikda Ilyosxo'ja boshchiligidagi mo'g'ullar Movarounnahrni tark etgandan so'ng qayta kuch to'plab, qaytadan yana Movarounnahrni Mo'g'uliston tarkibiga qo'shib olish maqsadida yurishni amalga oshirayotgan bir davr edi. Bu davrga kelib, endilikda mazkur xabardan voqif bo'lgan dastlab Amir Temur albatta 1364-yilning qishini Solisaroyda o'tkazayotgan Amir Husaynga bevosita elchilar jo'natgandi ustoz. Shu tufayli ham darhol ikki yirik amir mo'g'ullarga qarshi kurash uchun jiddiy tayyorgarlikni boshlab, Amir Husaynning ko'rsatmasiga binoan dastlab Po'latbug'a Zindachashim boshchiligidagi Amir Husaynning bevosita lashkarlari Amir Temurga yordam berish uchun yo'lga chiqishgan edi. Albatta dastavval Kesh va Samarqand yo'nalishida Movarounnahrning shimoliy qismlari hisoblanmish Toshkent tomon harakatlanayotgan mazkur qo'shinga albatta keyinchalik Amir Husaynning o'zi ham asosiy kuchlar bilan kelib qo'shilgan edi. Endi albatta turgan gapki, mana shu davrga kelib nima uchun aynan 1365-yilda bo'layotgan voqealarda ikki yirik amir, birinchi menimcha mushtariylardan qiziq savol bo'ladiki, Toshkentdayoq, ya'ni Toshkent va Chinoz o'rtasidayoq mo'g'ullarni kutib olishni reja qildi. Shu dastavval menimcha ustoz shu masaladan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, albatta mushtariylarimizga ham qiziq bo'lsa kerak. Endi haqiqatan ham nima uchun aynan Movarounnahr chegaralaridayoq kutib olishga bularni jur'at etdi degan savol juda qiziqarli. Umuman 1365-yilning bahorida Movarounnahrga kirib kelayotgan mo'g'ul qo'shinlarining soni, ularning imkoniyatlari haqidagi xabar Temurbekda ham, jumladan Amir Husaynda ham bo'lgan bo'lsa kerakki, ular o'z qo'shinlarining ko'p sonliligiga ishonib, dushmanni Movarounnahr chegaralaridayoq kutib olishga qaror qilishgan. Bu yerda ikkinchi bir taxmin ham bor. Yodingizda bo'lsa, 1360-yili, bundan 5 yil avval, demak, Tug'luq Temurxon Movarounnahrga bostirib kirganida, u Toshkent viloyatini o'ziga qarorgoh qilib tanlagan, o'zi shu yerda turib, Movarounnahrning ichki qismlariga qo'shin yuborgan. O'zi Toshkent viloyatidan tashqariga chiqmagan. Balki
Ilyosxo'ja boshchiligidagi qo'shinlar ham Movarounnahrning ichkarisiga kirmasdan Toshkent viloyatiga yetib kelib, shu yerda qarorgoh qilib, Mo'g'ulistonning qolgan qismidan yana qo'shinlarni kutishi mumkin edi. Demak, Temurbek bilan Husaynni o'z oldiga qo'ygan maqsadi shu bo'lganki, Mo'g'ullar, demak, Ilyosxo'ja boshchiligida hammasi birga kelmayotganligidan foydalanib, Ilyosxo'ja boshchiligidagi qo'shinni, demak, tarmor keltirib, toki Mo'g'ullarni ichkarisidagi qo'shinlar yetib kelguncha bularni tarmor keltirishni maqsad qilgan bo'lishi ham mumkin. Chunki son jihatdan Movarounnahr qo'shinlari ko'p sonli edi. Demak, bu yerda boya aytganimizdek ikkita taxmin oldinga chiqyapti. Demak, Ilyosxo'ja Mo'g'ulistonning barcha kuchlarini bu yurishga jalb qila olmagan va Ilyosxo'ja boshchiligidagi Mo'g'ul lashkarining son jihatdan o'zlaridan kamligini bilgan Temurbek bilan Husaynbek, demak, ularni Toshkent viloyatida kutib olib, shu yerda tarmor keltirishni maqsad qilgan. Ikkinchi taxmin shunday iboratki, Mo'g'ul lashkari bir necha guruhga bo'linib yo'lga chiqqan. Ularning maqsadi Toshkent viloyatida to'planish bo'lgan. Temur va Husaynbek zudlik bilan Toshkent viloyatiga yetib kelib, ularni to'planishiga imkon bermasdan ularni tarmor keltirishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Haqiqatan ham manbalarga nazar soladigan bo'lsak, dastlab, demak, Amir Temur bu haqda xabar kelishi bilan Husaynbekni xabardor qiladi. Husaynbek, qarang, o'zini ixtiyoridagi Po'latbug'a, Zindachashi, Malik Bahodir qo'shinlarini zudlik bilan Temurga borib qo'shilishni buyuradi. Va o'zi ham keyinchalik qolgan kuchlarni yig'ib yo'lga chiqadi. Demak, ularni tezkor harakat qilayotgani sababi o'sha, menimcha, shu ikkinchi taxminimiz aytaylikki haqiqatga yaqinroq ekanligidan dalolat beradi deb o'ylaymiz. Xo'p, yana ustoz, bir masala jang boshlanishidan avval albatta mana shu bilamizki, Amir Temurda ham keyingi davlatchilik yoki harbiy faoliyatdagi tajribalaridan ko'ra maydonni qulay strategik nuqtasini tanlash masalasi edi. Albatta bu borada Mo'g'ullardan avval yetib keldimi yoki Mo'g'ullar bilan hamohang bir vaqtda yetib kelindimi? Bu bo'lajak mana shu loy jangi uchun tanlangan hududni dastavval to'xtalib o'tadigan bo'lsak, u yerda qanday Amir Temur uchun qulay imkoniyatlar mavjud edi? Bilamizki, Sirdaryo bo'yida Sirdaryo ikki qo'shinni ajratib turibdi. Dastavval adashmasam ikkala tomon raqiblar ham zudlik bilan hujumga o'tilmayapti. Ya'ni bir-birini sinash uchun kamondan o'qlar balkim ma'lum bir darajada, siz aytmoqchi bo'lgandek, balki Mo'g'ullar qolgan kuchlarni ham kelishini kutayotganligi bo'lishi mumkin hisoblanardi-da. Shu borada ham agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, menimcha yaxshi bo'lardi. Agar to'g'ri, bu yerda mana manbalarda bodam suvi, qora bodam suvi deb yozilyapti. Keyin endi bu ba'zan o'sha qora bodam, buni yaxshi tahlil qilish kerak. Bu bodam suvi bu Sirdaryoni bir aytaylikki irmoqlaridan biri ham bo'lishi mumkin. Lekin ba'zi manbalarda shu bodam suvini qora bodam suvi deb yozyapti. Agar qora bodam suvi deyiladigan bo'lsa, bu Xo'jand suvi, o'sha qora bodam bu Xo'jand viloyatiga kiruvchi shahar. Sirdaryoni ba'zan qora bodam suvi deb atalgan holatlari ham bor. Shunga to'xtalgan bo'lishi mumkin. Har holda, demak, Movarounnahr qo'shini yetib kelgandan keyin daryodan o'tadi va daryodan o'tib joylashadi. Ya'ni Toshkent va Chinoz oralig'idagi hududga joylashadi. Bular to'g'ri daryoga yaqin hudud edi. Misol uchun mana Mo'g'ullar ham yetib kelib bodam suvi yoqasiga joylashdi deydi. Bu deganiki, daryo ularni ajratib turgani yo'q. Daryo ularni yon tomonida turibdi. Shu jihatga e'tibor qaratish kerak. Daryo ularni ajratib turgani yo'q. Undan tashqari bu daryoni atrofidagi dashtliklarga, ya'ni adirliklarga joylashyapti. Bu o'sha masof jangi deyiladi. Demak, otliq qo'shinlarni keng yoyilib jang qilish uchun qulay bo'lgan hududlar. Bu jang qilish hududlari ikkala tomon uchun ham qulay. Men aytmoqchi emasmanki, faqat Movarounnahr qo'shinlari uchun, ikkala tomon uchun ham qulay. Endi manbalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, manbalarda o'sha bular to dushman ikkala tomon qorovullari bir-birini ko'rgunga qadar, demak, oldinga yurganligi aytiladi. Demak, Movarounnahr qo'shini daryodan o'tib joylashib, ma'lum bir pozitsiyani egallab to'xtab turgani yo'q. Ular demak dushmanga qarab boryapti va bir-birini qorovullar bir-birini ko'rgandan keyin qo'shinlar jangovar yasol tuza boshlaydi. Demak, shundan xulosa qilsak bo'ladiki, demak, Movarounnahr qo'shinlari dushmanga qarab borgan, Ilyosxo'jani ertaroq jangga chiqarishga harakat qilgan. Demak, o'sha Ilyosxo'ja kuchlari to'la to'planmaganligi uchun shunday xulosaga kelishgan deb o'ylaymiz.
Xo'p, ustoz, yana bir masala, mana endi bevosita jangning boshlanish qismiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bilamizki, meni tushuncham bo'yicha kichik to'qnashuvdan boshlanyaptiki, mana hozir sizni fikrlaringiz agar xo'p davom ettiradigan bo'lsam, meni fikrimcha o'sha mo'g'ullar birinchi kichik to'qnashuv orqali balkim raqibni bevosita darajasini bilib olishni ham maqsad qilgan bo'lishi mumkin hisoblanadi. Endi shu joyda dastlabki kichik to'qnashuvdan so'ng mo'g'ullar biroz chekingan holatda o'sha juda ko'p afsona rivoyatlar, lekin manbalarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, yada toshini bevosita yordamda yomg'ir chaqirildi degan masalalar ham borda. Ya'niki keyin shu bilan birgalikda mo'g'ullar bu jangga avvaldan tayyorgarlik ko'rganligi, zamonaviy tilda aytsam haligi plashlar bilan yoki ana shu paytda kapanaklar deyiladi manbalarda, ular bevosita o'sha yomg'irdan himoyalanish vositalarini qo'llaganligi to'g'risida ham shunday ma'lumotlar mavjud ustoz. Shunga ham endi jang boshlanish qismida albatta to'xtalsak. Yada toshi bilan yomg'ir yog'dirish masalasi bu mo'g'ullar tarixida ko'p yoziladi. O'sha manbalarda yozilishicha, mo'g'ullar yada toshi orqali, umuman shimoldagi ko'chmanchilar yada toshi orqali yomg'ir chaqirar ekan va bu orqali yomg'ir yog'ish hodisasini o'zlari tashkil qila olar ekan degan tarixiy manbalarda ma'lumotlar bor. Bu haqda Boburnamada ham ma'lumotlar berilgan, lekin aslida bu menimcha ilmiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bu menimcha o'sha tasodifiy hodisa. O'sha vaqt haqiqatan ham aytishimiz mumkinki, bu umuman yomg'ir mavsumi deyish kerak. Asli bu aprelda Javzo oyi deyiladi manbalarda. Lekin hozirgi kalendar bilan qaraganda, demak bu aprelga to'g'ri keladi. Bu yomg'ir yog'adigan vaqt haqiqatan ham, va Toshkent viloyatida yomg'ir yaxshi yog'adi va hozir ham Toshkent viloyatining hududi tezda loy bo'lib ketadigan bu haligi tuproq. Misol uchun buni juda yaxshi bilishadi. Men bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsa, hamma manbada ham yada tosh haqida gapirilmaydi. Faqat Sharifdin Aliyazdiyda bor. Yada toshi Nizomiddin Shomiy, misol uchun mana Temur davrida yozilib, Temurning qo'liga topshirilgan kitobda yada toshi haqida ma'lumot yo'q. Yoki o'sha Natanziyda ham yada toshi haqida ma'lumot yo'q. Umuman ular yomg'irni demak tabiiy yoqqanligi aytiladi. Shuning uchun men bu yada toshi masalasiga ko'p ham e'tibor qilmayman, lekin har holda shimoldan kelganlar albatta ma'lum darajada ko'p yomg'ir, endi shimoliy hududlarda ko'p yomg'ir yog'adi va shimoldan kelgan mo'g'ullar o'zlarini yomg'irdan himoya qilish, demak o'sha vaqtda siz hozir aytib o'tdingiz, kapanaklarga ega bo'lgan va bu kapanaklardan samarali foydalangan. Endi Temur manbalarda ikki xil berilyapti-da. Ba'zi manbalarda Mo'g'ulnahar qo'shinlarida ham kapanaklar bo'lganligi aytiladi, lekin bitta manbada bu Mo'g'ulnahar qo'shinida kapanak bo'lganligi haqida ma'lumot yo'q. Demak, biz hozir 3 ta manba haqida gapiryapmiz. Bular Nizomiddin Shomiy va Sharifdin Aliyazdiyning zafarnomalari bu alohida ikkita asar, hamda Natanziyga tayanib turgan holda gapiryapmiz. Shunday. Endi shundan xulosa chiqarib aytamizki, yada tosh haqidagi ma'lumotga juda ham ishonib qolmaslik kerak. Bu aslida bu yerda tabiiy ravishda kuchli yomg'ir yoqqan va shu yomg'irga Mo'g'ulnahar qo'shinidan ko'ra hamma manbalardan xulosa chiqarishimiz mumkinki, ular Mo'g'ulnahar qo'shinidan ko'ra yomg'irga Mo'g'uliston qo'shini tayyor bo'lgan. Va mana shu jangni taqdiriga katta ta'sir ko'rsatgan. Mana manbalarda yozilyapti, Mo'g'ulnahar qo'shini shunday holatga qoldiki, hatto kamonlarni ipi ivib o'q otishga yaramay qoldi deydi. Natijada Mo'g'ulnahar qo'shinlari dushmanni kamon o'qlari bilan kutib olish imkoniyatini qo'ldan chiqardi deyiladi. Bu Mo'g'ulnahar qo'shinida ko'proq ustunligi hisoblanardi aslida. Endi ustoz, mana jangni asosiy qismiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bilamizki, Amir Temur bevosita boshchilik qo'shin Amir Husayn bilan birgalikda ikkiga bo'lingan holatda, ya'ni Amir Temur qo'shinni bevosita so'l qanoti, ya'ni chap qanotiga bevosita boshchilik qilyapti. Amir Husayn esa o'ng qanotiga boshchilik qilyapti. Shuni bir yo'la bir chizmalar bilan tahlil qilsak, menimcha ustoz, mushtarilarimizga ham qiziq bo'lardi. Mana bu elektron doskada Mo'g'ulnahar va Mo'g'uliston qo'shinini joylashishni ko'rishimiz mumkin. Avval aytib o'tish kerakki, tarixiy manbalarda Mo'g'ulnahar qo'shinining jangga yasol tartibida saf tortib chiqishi haqida yaxshi ma'lumotlar bor. Misol uchun aytaylikki, biz hozir
Shomiyning zafarnomasi, Yazdiyning zafarnomasi hamda Natanziyning Muttahabut Tavarixi Muyiniy asarlaridagi ma'lumotlarni o'zaro qiyoslab ushbu holatni, demak, chizmani yaratdik. O'sha uchalasidagi umumiy holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, Amir Husayn qo'shinning o'ng qanotida joylashgan, qo'shinning o'ng qanotidagi g'ulga Amir Husayn boshchilik qilgan va Amir Husaynning g'ulini oldida Xirovul joylashgan, qo'shinning avangard qismi va avangard qismiga, demak, O'lchoyto Apardi, Sher Bahrom, Po'lat Bug'a, Farhodbek hamda Malik Bahodir harbiy qismlari joylashgan. Endi bu qo'shinning o'ng qanot qo'shinining kambuliga, ya'ni qanotni himoya qiluvchi qo'shinga, demak, Tilonchi Orlot joylashtirilgan va Tilonchi Orlot qo'shinlari bu yerdan taxminan aytaylikki shimolroqda, teparoqqa qarab harakatlangan jang boshlanishi bilan. Qo'shinning chap qanotiga esa Amir Temur, demak, javobgar hisoblangan. Temur mana qo'shinning g'ulida joylashgan va Temur joylashgan, demak, chap qanotning g'ulida Jakub Orlos joylashgan. Temurning do'stlaridan bilasizlar, bu Amir Temurning qaynotasi o'sha vaqtda, keyin Sayfiddin Amir Temurning yaqin do'sti Murod Barlos, ya'ni Barlos qabilasidan bo'lgan yana bir amir hamda Abbos Bahodir, Temurning yoshligidan eng ishonchli, demak, kishilardan bo'lgan Abbos Bahodir joylashgan. Endi bu qo'shinning Xirovulida, avangardida Temurxo'ja O'g'lon joylashadi o'z qo'shinlari bilan va Kambulda esa Saribug'a, ya'ni Qipchoqlardan bo'lgan Saribug'a joylashgan. Va jang Movarannahr qo'shinlarini hujumi bilan boshlangan. Manbalardan kelib chiqadigan bo'lsak, jang asosan chap qanotdan Temur boshchiligidagi kuchlarni, demak, dushmanga zarbasidan boshlangan. Birinchi bo'lib Kambul harbiy qismlari, demak, Shingum Noyonga, bu yerda endi Mo'g'ul qo'shinini joylashi haqida ham to'xtab ketaylik, uzr. Mo'g'ul qo'shinini joylash haqida manbalarda ma'lumot kam, lekin mavjud manbalarni tahlil qilish ularni asosan 5 ta qismga bo'linganligini ko'rsatadi. Demak, Mo'g'ullarning o'ng qanotini Kambulda Shingum Noyon joylashgan, o'ng qanotning markazida Ilyos Xo'jaxonning o'zi joylashgan. Mo'g'ullarni, demak, avangardida, chap qanot avangardida Shirovul joylashgan. Ba'zi manbalarda Shirovul deb ham ko'rinyapti. Keyin eng yirik amirlardan Amir Hojibek joylashgan. Hojibek ba'zi manbalarda Hojimbek deb ham uchrayapti. Va ularning biroz ortida asosiy harbiy kuchlardan biri Amir Shamsiddinbek joylashgan. Xo'p, lekin aytaylikki, yana qaytarib o'tamiz, Mo'g'ul qo'shinining joylashishi haqidagi ma'lumotlar biroz kam. Endi manbalardan kelib chiqadigan bo'lsak, demak, Saribug'a boshchiligidagi qo'shinlar birinchi bo'lib Shingum Noyonga zarba bergan va Shingum Noyonni mag'lubiyatga uchratgan. Shundan keyin, demak, shu bilan birgalikda, demak, chap qanotni Xirovuli ham dushmanga zarba bergan va Ilyos Xo'ja ham chekina boshlagan. Albatta, mana bu Kambul bilan Xirovulni jangida Murod Barlos bilan Abbosni qatnashganlik ehtimoli bor. Sababi bu Jakub Orlos bilan Sayfiddinni jang davomida maydonning boshqa qismida ko'ramiz. Xuddi mana, demak, Temur Movarannahr qo'shinlari chap qanotdan asosiy zarbani bergan vaqtda, xuddi shu vaqtda, ya'ni biz bu yoqqa shu jarayonda o'z-o'zidan dushman ham o'zining zarbalarini bergan. Dastlab mana Hojibek kuchli zarba bergan va Tilonchi Orlotni mag'lubiyatga uchratgan. Natijada Tilonchi Orlot mana bu yerdan qaytib Amir Husaynning oldiga qaytishga majbur bo'lgan. Xuddi shunday Shirovulda ham kuchli zarbasi natijasida O'lchoyto Apardi va Sherbahromlar ham, demak, markazga qarab chekingan va mana shu yerda Po'lat Bug'a bilan Sherbahrom ko'proq mardonalik ko'rsatib, Amir Husayn qo'shinini boshchiligidagi Movarannahrni qo'shinini to'la mag'lubiyatdan uchrashdan saqlab qolgan. Bu vaqtda, demak, Movarannahr qo'shini orqaga chekina boshlagan, Husaynbek ham ma'lum darajada orqaga chekingan. Ya'ni dushman Movarannahr qo'shinining o'ng qanotidagi Xirovul bilan Kambulni bir joyga tiqib, demak, uni g'ulni ichiga kiritib yuborgan va g'ulni parchalab yuborgan. Faqat Po'lat Bug'a bilan Sherbahromni bu yerda mardonavor harakat qilganligi manbalarda aytiladi. Xuddi shu vaziyatda Temur, demak, Jakub Orlos bilan Sayfiddinbek boshchiligidagi qo'shinlarni majbur, demak, bularni qo'llab-quvvatlash uchun, demak, o'ngga surishga majbur bo'lgan. Va shunda Shamsiddinbek qo'shinlari ham jangga kirib,
demak Morinnahr qo'shinlarini juda og'ir ahvolga solib qo'ya boshlagan. Va mana shu Shamsiddinbek qo'shinlariga Temurning o'zi ham demak boyagi Jakubek bilan Sayfiddinbekni demak jang qilayotgan qo'shinlaridan foydalangan holda o'zi ham 17 qo'shin bilan Shamsiddinga zarba bergan va Shamsiddinni mag'lubiyatga uchratgan. Mana shu mag'lubiyat natijasida Shamsiddin qocha boshlagandan keyin Shirovul va Hojimbeklar ham ma'lum darajada chekina boshlagan. Va mana shu yerda jangning demak aytaylikki hal qiluvchi vaqti yaqinlasha boshlagan. Xo'p, mana jangning asosiy hal qiluvchi qismi yetib kelyapti. Hurmatli mushtarlar, yuqorida ustozimiz ko'rsatib tushuntirib o'tgandek, harbiy strategik mana shunday kurashni jang davomi davrida endilikda Amir Temur bevosita Shamsiddinbek boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shinlarini zaxira qismlari, ya'ni 8,5 ming kishilik qo'shin bilan ortga chekintirib surgandan so'ng endi Amir Husayn bilan birgalikda bevosita harakat qilish uchun uning huzuriga o'zini odamlarini yubora boshlaydi. Bularda albatta birinchi bo'lib ustoz bilamizki, Tobon Bahodirni bevosita Amir Husaynni huzuriga yuborib, uni bevosita ilg'orlik bilan jangga kirishni bevosita o'sha taklif qiladi. Lekin manbalarda keltiriladiki, Amir Husaynda ana shu paytda qanaqadir kayfiyati buzuqroqmikan, shunday bir holat bo'lganligi uchun Tobon Bahodirni kaltaklab, uni yana ortiga qaytarib yuborishga majbur bo'ladi. Lekin mana shu jarayonda endi ikkinchi marotaba esa Amir Temur Malik va Hamda ismli endilikda bu Amir Temurga huzurida bo'lib turgan, lekin aslida Amir Husaynning bevosita xizmatida bo'lgan shaxslarni yuboradi. Ya'ni bundan tahlil qilishimiz mumkinki, mening yuborgan odamim balkim Amir Husaynga yoqmagandir, shuning uchun o'zini endi bevosita xizmatida bo'lgan shaxslarni yuborsa, balkim fikri o'zgarar degan ma'noda Amir Husaynning oldiga ustoz yuboradi. Shu masalada ham endi mana shu ikki amir o'rtasidagi munosabatlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, haqiqatan ham jangda eng muhim vaziyat keladi. Amir Shamsiddinbek qo'shinlari chekina boshlaydi. Demak, dushmanning o'ng qanoti chekindi bu vaqtda. Xo'p, xuddi shu vaqtda demak dushmanning chap qanoti ham chekinyapti va dushmanning chap qanoti chekinayotgan paytda Amir Husayn ham qochgan askarlarni yig'ib o'zini avvalgi pozitsiyasiga qaytib keladi. Va mana shu vaqtda demak Amir Temur hozir siz aytib o'tganingizdek demak Tobon Bahodirni Amir Husaynning oldiga jo'natib, yig'ilgan qo'shin bilan tezda bizga qo'shiling va dushmanga baravar hujum qilaylik, ya'ni chekinayotgan qo'shinni demak o'zini tiklab olishiga imkon bermaylik degan taklifni bildiradi. Mana shu lekin bu taklif ana Amir Husaynga yoqmaydi. Endi yoqmasligining sababi nimada? Menimcha yoqmasligining ikkita sababi bor. Birinchidan endi biz buni to'la haqiqat deyishimiz qiyin, chunki bu tarixiy manbalar Temur davrida yozilyapti, Temuriylar davrida yozilyapti, bir tomonlama yozilgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa Natanziyda shunday ma'lumotlar borki, shu yerda aytib o'tib ketay, Natanziyning Muttahabu Tavorixiy Muyiniy asari bu Sharifiddin Aliyazdiy, Nizomiy Nishomiy asarlaridan mustaqil yozilgan asar. Undagi voqealar bayoni garchi voqealar endi bitta voqea bo'lganligi uchun bir-biriga o'xshaydi, lekin uslub butunlay farq qiladi. Ya'ni aytishimiz mumkinki, Nishomiyga qarab yozgan Natanziy deb o'ylash xato bo'ladi. Bu boshqa ma'lumotlar orqali yozgan, lekin Natanziyning yozilishicha Amir Husaynni Morinnahr beklariga munosabatidan Morinnahr beklari shunchalik zada bo'lib ketgan ediki, ular hatto mag'lubiyatlariga ham rozi edi degan fikrlar ham uchraydi. Va bu vaqtda Amir Husaynni beklarga nisbatan juda qattiq qo'l bo'lib ketganligi, aytaylikki, ularni uncha manbalarda qayd etilishicha yetarli darajada hurmat qilmaganligi haqidagi demak ma'lum bir kelishmovchiliklar bo'lganligi haqidagi ma'lumotlar bor. Aynan Tobon Bahodirni yetib kelgan vaqtda Amir Husaynni bu Tobon Bahodir olib kelgan taklifga ko'nmasligini sababi, demak birinchisi o'sha Morinnahr qo'shini o'rtasidagi ichki birlikni bo'lmaganligi, Morinnahr amirlari bilan Amir Husayn o'rtasida demak o'zaro bir ishonchsizlik paydo bo'lganligi sababli bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa Amir Husayn mo'g'ullarni chekinishini yolg'on chekinish deb hisoblab, agar biz ularni ortidan quvsak, ular bizni to'la aytaylikki qarshi hujum bilan to'la tarmor keltirishi mumkin degan ma'noda hujumga rozi bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bu yerda ikkita taxmin bor deb o'ylayman va endi qaysi biri bu to'g'ri edi deydigan bo'lsa, har ikkalasidan ham
hozir aytaylik aynan mana shunaqa edi deyishimiz uchun manbalarda yetarli asos yo'q. Har holda Amir Husayn, lekin o'ylashimiz kerakki, Amir Husayn ham yirik jang ko'rgan sarkarda, yirik amir, u ham aytaylikki bejizga Temur taklifini qo'llab-quvvatlamayotgan bo'lishi mumkin-da. Sababi bu demak Amir Temur ham bu yerda qandaydir bir xatoga yo'l qo'yayotgan bo'lishi mumkin edi. Albatta Temur hozir aytib o'tganingizdek fikrdan qaytmaydi va yana ikkita amirni jo'natadi, o'sha aynan Amir Husaynga yaqin bo'lgan kishilarni jo'natadi, lekin bu ham aytaylikki samarasini bermaydi. Endi yana bir narsaga yodimdan chiqibdi. Tabon Bahodir kelganda Tabon Bahodirni hamma manba yozyapti-da, buni faqat bittasida bor emas. Amir Temur Husaynbek Amir Temur tomonidan yuborilgan navkar Tabon Bahodirni yaxshi kutib olmaydi, uni haqorat qiladi, hatto urib yiqitadi. Bundan ko'rinib turibdiki, Husayn bu vaqtda jangda mag'lub bo'lib qochganligidan, Temurning yordami bilan mag'lubiyatdan qutulib qolganligidan, qochgan askarlarni to'plab qayta to'plaganligidan bir aytaylikki o'zini ham kayfiyati yomon bo'lgan va bu aytaylikki o'zini obro'yiga yaxshi ish bo'lmaganligini o'zi ham his qilgan va uni mana shu holatlar uni ruhiy muvozanatdan chiqarib yuborib, demak ma'lum darajada to'g'ri qarorga kelishiga xalaqit qilgan bo'lishi ham mumkin. Albatta buni ham yodda solish kerak bo'ladi. Agar mana shuni ham e'tiborga oladigan bo'lsak, boya aytganim birinchi taxminni aytaylikki muvozanati, birinchi taxminni aytaylikki asosligi, og'irligi ko'payib ketadi. Ya'ni birinchi taxmin ko'proq tosh bosib qoladi. Ya'ni aytganimizki, ichki nizolar, o'zaro kelishmovchilik, demak ma'lum bir obro' talashishlar ko'proq taklifni qabul qilmasligiga sabab bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Albatta. Mana endi ikki o'rtadagi vaziyat shundan keyin yana ham keskinlashib ketadi. Ya'ni osoyishtalik kuyi chalinib, ya'ni bu yerda shundayda, chunki musiqa ovozlari bilan jang boshqarilgan. Demak, jangni to'xtatish to'g'risidagi demak nog'oralar orqali jangni to'xtatish kuyi chalingandan keyin, osoyishtalikka demak belgi berilgandan keyin qo'shinlar jangni to'xtatib o'zlarini avvalgi pozitsiyalariga qaytadi. Chunki bir kunlik jangdan keyin ikkala tomon ham charchagan edi va bundan keyingi voqealar ham yana o'sha birinchi taxminga ta'sir qilyapti-da. Mana jang tugagandan keyin Amir Husayn Amir Temurni o'z huzuriga taklif qiladi, kechki ovqatni birga o'tkazishga, lekin Amir Temur bu taklifga ko'nmaydi va Amir Husaynning oldiga bormaydi. Va Mo'g'ul qo'shini ikkiga bo'lingan holda ikkita joyda joylashib tunni o'tkazadi. Ikkala amir ham bir-biridan demak aytaylikki arazlagan edi. Mana bu ham demak o'sha birinchi taxminni toshini yana ham og'irlashtirib yuboryapti. Va jang demak ertasi kuni ham yana yangidan davom etadi. Ertasi kuni yangidan davom etgan jangni holatini endi biz shu yerda aytib o'tsak bo'ladi, chunki ikkala tomon ham baravar jangga kiradi. Jang davomida demak mo'g'ullar mag'lubiyatga uchrab chekina boshlaydi. Bu avvaldan o'ylangan chekinish edi, chunki hamma manbalarda ochiq aytmasa ham manbalarda aytilyaptiki, mo'g'ulning bir odati borki deydi, qochayotganda ko'zi bayroqda ketardi va bayroq qayerda to'plansa shu yerga to'xtardi deb yozadi. Demak, bu oldindan rejalashtirilgan holatligini har uchala manbada ham ishora bor, ular ochiq aytmasa-da. Har holda Mo'g'ul qo'shini ikkinchi kuni jangning birinchi qismida g'alaba qozonadi, dushmanni chekintirib uni orqasidan quva boshlaydi va Amir Shamsiddin boshchiligidagi kuchlar esa Amir Shamsiddinning buyrug'iga ko'ra jangning ikkinchi yarmida bayroq alohida bir tepalikda ko'tariladi. Qochayotgan mo'g'ullar o'sha tepalikka joylashadi va qarshi hujumga o'tib Mo'g'ul qo'shinini mag'lubiyatga uchratdi. Ya'ni Mo'g'ul qo'shini dushmanni ta'qib qilayotgan vaqtda yasol tartibi buzilgan edi. Ular demak ma'lum darajada demak harbiy qismlar bir-biriga aralashgan edi va menimcha Mo'g'ul qo'shinlari qochayotgan mo'g'ullardan o'lja olishga ham kirishib ketgan bo'lish kerak. Ya'ni jangovar tartib buzilgan. Bundan mo'g'ullar juda to'g'ri foydalanadi va qarshi hujum bilan Mo'g'ul qo'shinini tarmor keltiradi. Va bu tarmor keltirish shunchalik dahshatli bo'ldiki, demak 10 mingga yaqin Mo'g'ul qo'shini loylarda qolib ketdi, o'sha yerda halok bo'ldi. Keyinchalik endi juda ko'p o'ljadan, juda ko'p demak Mo'g'ul qo'shini o'zini demak buyumlaridan, demak harbiy zaxiralardan ajralgan holda qaytgan. Bu
aytaylikki mana bu yo'qotishlarni kattaligi keyinchalik bu yerda mana Mo'g'uliston qo'shinida ot o'lati kasalligi tarqalishini ham sababi aynan mana shu yerdagi katta yo'qotish. Chunki jang maydoni shuncha hayvon va odam o'ligi bilan jasadi bilan qolib ketgandan keyin bu yerda demak loyga aralashgan holatda qator nimalardan turli kasalliklar ham tarqalgan. Aynan shu ot o'lati kasalligining tarqalishi ham shu bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Endi bevosita ustoz, albatta mana shu loy jangi va uni atrofidagi kamir munosabatlar to'g'risida men o'zimda ham bir nechta shaxsiy savollarim bor. Birinchi, albatta meni eng qiziqtiradigan masala bu 1365-yilning ayniq mana shu loy jangi arafasida yuzaga keldimi yoki bu meni shaxsiy fikrim 64-yilning so'ngida Toshariqdagi g'alabada Amir Temurni ko'proq amirlar haligi roli muhim ekanligini Amir Husaynga uning atrofidagilar qandaydir bir salbiy munosabatda tushuntira boshlashdimi yoki yana ham oddiyroq qilib aytsam, ikki amirni 1364-yil so'ngida ikkita hududda qishlagani ham baribir munosabatlarni ilk so'g'lashiga olib keldimi? Keyinchalik mana siz yuqorida fikrlarda aytyapsiz, o'zaro o'sha Amir Temur tomonidan yoki Amir Husayn tomonidan bir-biri bilan ko'rishishga berilgan takliflarni rad etilishida ham balkim dastlabki masalada Amir Husayn balkim istamagandir yana barcha obro' yoki nima agar Amir Temurning taklifini qabul qilsa u tomonga o'tib ketib qolishidan bir xavfsiragan bo'lishi ham mumkinmi deymanda, shunga bir munosabatingizni albatta bildirib o'tsangiz menimcha ustoz yaxshi bo'lardi. Xo'p, avvalo shunga to'xtab o'tish kerakki, mana loy jangidagi mag'lubiyatga kim sababchi degan savol ko'tariladi va shu ko'pincha suhbatlarda yoki ilmiy adabiyotlarda ham hatto loy jangidagi mag'lubiyatga Amir Husayn sababchi qilib ko'rsatiladi. Bir tomondan Amir Husaynni sababchi qilib ko'rsatilishining sababi o'sha Temurni demak jangning birinchi kunida hujumga o'taylik degan taklifiga Husaynning rozi bo'lmaganligi asos qilib ko'rsatiladi. Lekin shu kuni aytib o'tishimiz kerak, Mo'g'ulnahr qo'shini mag'lub bo'lgani yo'q. Demak, Temurning taklifi qabul qilinganda aniq Mo'g'ulnahr qo'shini g'olib chiqardi deb ham aytib bo'lmaydi. Yoki Temur taklifi qabul qilinganda Mo'g'ulnahr qo'shini butkul mag'lubiyatga uchraydi deb ham aytib bo'lmaydi. Shu jihatdan aytaylikki, Amir Husaynni o'sha kungi mag'lubiyat, o'sha kuni Temurning taklifini qabul qilib hujumga o'tmaganligi mag'lubiyat sababi deyish uchun yetarli asos yo'q. Bu Amir Husaynga nisbatan nohaqlik qilingan bo'lib qoladi. Endi ertasi kungi mag'lubiyatda esa bu yerda aniq ko'rsatilmayapti Temurning aybi bor yoki Husaynning aybi bor deb. Demak, ko'rinib turibdiki, ikkinchi kungi mag'lubiyatda Temurning aybi bor. Agar Husaynning aybi bo'lganda manbalarda aniq ko'rsatilgan bo'lardi. Demak Husaynda ayb borligi yozilmayaptimi? Bundan ko'rinib turibdiki, demak ikkinchi kungi mag'lubiyatda demak Temurning ham aybi bor. Shuning uchun loy jangidagi mag'lubiyatda kim aybdor degan savolga biz albatta loy jangidagi mag'lubiyatda Temurning ham aybi bor yoki Amir Temur aybdor deb aytsak bu noto'g'ri bo'lmaydi. Albatta biz bu bilan Amir Husayn aybdor emas demoqchi emasmiz. Lekin Amir Husayndan kam bo'lmagan holatda Temur aybdor degan narsani aytib o'tib ketish kerak. Endi hozir aytganingizdek bu nizolar qayerdan boshlangan? Bu nizolarning boshlanishini endi aniq ayta olmasak ham ko'rinib turgan faktlar bor. Bu o'sha Qobilshohni taxtga chiqarilgandan keyin boshlangan nizolar. Ya'ni bu nizolarga Qobilshoh o'g'loni taxtga chiqarilishi bog'liq emas. O'sha to'y marosimlarida o'tgan suhbatda mana qaytib ko'rib olishlar mumkin. O'tgan suhbatda aytganmizki, Amir Husayn bir necha Mo'g'ul amirlarini demak asirlikdan ozod qilishni, ya'ni qatl qilishdan ozod qilishni so'raydi Amir Temur, Amir Husayndan. Amir Temur so'raydi Amir Husayndan. O'ljoyda Apardini maslahati bilan. Va Husayn garchi ularni o'limdan ozod qilishga ruxsat bersa-da, amalda ularni o'ldirib yuboradi. Demak, mana shu ikki o'rtada nizo 1364-yilning kuzidayoq boshlanganligini ko'rsatadi. Demak, 1364-yilning kuzida boshlangan, ya'ni Mo'g'ulnahr endi Mo'g'ullardan ozod qilinishi bilanoq ikki amir o'rtasida Mo'g'ulnahr amirlari ikki guruhga bo'linib olib, demak ikki amirni yetakchi qilib ular o'rtasidagi nizoni boshlanganligini ko'rsatadi. Demak, shundan keyin to mana hatto Ilyosxo'jaxon boshchiligidagi Mo'g'ul qo'shinlari bostirib kelganda ham bu nizo bartaraf etilmagan edi. Aksincha,
ular garchi ko'rinishidan demak birdamdek ko'rinsa-da, mana jang ko'rsatib turibdi, juda ham aytaylikki vaziyat bir-biriga ishonishmagan. Mana bu yerda mana Amir Husaynning so'zlari keltirilgan manbalarda. Misol uchun aytishimiz mumkin, mana Temur odam jo'natyapti. Maslahat bundoq ko'rinurkim, bek ilgari kelib ittifoq bilan dushmanga yurg'aymiz. Ya'ni Temur mo'g'ullarni quvib ketyapti va tezda Husaynga odam jo'natyaptiki, siz ham yetib keling, birgalikda dushmanni quvaylik. Husaynbek javob beryapti. Mana men magar qochibmanki, meni ilgari chorlaydir. Ya'ni men qochib ketdimmi, meni oldinga chorlaydi deyapti. Agar sizlar dushmanga g'olib bo'lsangiz, gumon eltmangkim, mening intiqomdan jon ilingaysizlar. Ya'ni mazmuni shu bo'lyaptiki, sizlar dushmanning ustidan g'olib chiqsangiz ham baribir meni qasosimdan omon qolmaysizlar deyapti-da. Va Temur jo'natgan xabarlarni urganligi, haqorat qilganligi har uchala manbada uchrayapti. Endi barcha manbada uchragandan keyin biz buni ma'lum darajada bunda haqiqat borligiga endi xohlasak ishonamizda. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, mana shu bu jangning mag'lubiyatining birinchi sababi o'zaro ittifoqning bo'lmaganligi, ikkinchi sababi albatta Temur bilan Husaynning jangni olib borishdagi xatolar. Bu yerda Husaynning xatosi ko'proq deyish noto'g'ri. Bu yerda o'sha Temur ham Husayn bilan teng-teng yoki undan oshiqroq darajada demak bu mag'lubiyatga aybdor hisoblanadi. Endi jang yakunlangandan so'ng bilamiz, mana o'zingiz yuqorida aytdingiz, 10 ming kishi qurbon bo'ldi, lekin shunga qaramasdan mana Amir Temur va Amir Husayn o'rtasida munosabatlar davom etyapti. Amir Husayn Amir Temurga o'zaro o'sha maktub yo'llagan holatda yoki murojaat qilib, o'z el-ulusini saqlab suvdan o'tkazgan, ya'ni asrab qolgan, men ham o'zimnikini olib ortga ketaman degan fikrni bildiryapti. Lekin siz aytmoqchi, mana shu yerda ham yana kayfiyat ikkalasida ham yana yuqori notada emas. Amir Temur darhol yo'q, men mana Movarounnahrda ertaga shaharlar holati nima bo'ladi, aholi nima bo'ladi degan ma'noda men qaytadan qo'shin to'playman deyapti. Vaholanki Amir Husayn bo'lsa bu davrga kelib chekinishni, ortga chekinishni o'sha Movarounnahrning janubiy qismi tomonga, hattoki kerak bo'lsa Amudaryodan o'tib Hindistonga ketishgacha tayyor bo'lgan edi. Lekin Amir Temur o'sha manbalarda o'sha aytiladi, 12 qo'shin, ya'ni o'sha 6000 ga yaqin bevosita o'sha tirik qolgan yoki uning atrofida bo'lganlardan qo'shin tuzyapti va endi voqealarni, ya'ni mo'g'ullarni mamlakatning ichki qismiga qarab yurish yo'nalishini bevosita diqqat bilan kuzatyapti. Shuni aytsa to'g'ri bo'ladi va birinchi navbatda qilinayotgan ish o'zini ana shu paytdagi eng yaqin ishonchli kishilaridan ham Amir Temur pantiya boshlaydi. Bu nimada ko'rinyapti? Misol uchun shu Abbos Bahodir boshchiligidagi taxminan 3,5 ming kishilik qo'shinni Samarqandga yuboryapti. Ya'ni voqealarni kuzatish yoki aniqlash, kerak bo'lsa yordam berish ma'nosida. Yo'lda ketayotganda mana shu 3,5 ming kishilik qo'shinga misol uchun Temurxo'ja, Abbos Bahodir, Jovurchi, Dovud Xo'ja, Hindushoh bular bevosita yetakchilar ichida ham bo'linish yuzaga kelyapti-da. Ya'niki haligi yuqorida siz aytganingizdek, Amir Husayn siz misol uchun bu yerda shunday kuzatilyaptiki, Jovurchi Bahodir aytayaptiki, Dovud Xo'ja Hindushohga, sizlarni Amir Temur rejasida turibsizlar, ertaga sizlarni Amir Temur Amir Husaynga topshirmoqchi va ular sizlarni Amir Husayn o'ldiradi degan ma'noda. Ya'ni endi ichki nizolar mayda beklargacha bo'linib ketyapti qo'shinning ichida va shu tufayli ham mana shu ikki Amir Temurning bevosita xizmatida bo'lgan odamlar mo'g'ullar tomoniga o'tib ketyapti-da va bevosita Ko'ppak Temur boshchiligidagi qo'shinni Samarqandga kirib kelishiga g'achirchi deyiladi, ya'ni yo'l kuzatish, g'achirchi, ya'ni o'zlari yo'l kuzatish ma'nosida olib kelinyapti ustoz. Ya'ni demoqchimanki, bu bo'linish, nizo ichki qo'shinlarda ham yuzaga kelayotganligi ham albatta insonni ta'jublantiradi-da. Va shundan keyingi yana bir masala bo'lyaptiki, endi albatta mo'g'ullar bejizga kelmagan, bularga endi albatta markaziy qismlarga yurish qilish kerak, lekin yuqorida ta'kidlaganingizdek, ustoz, mo'g'ullarda ham katta talafot yetgan edi. Misol uchun Sharafiddin Aliyaziy zafarnomasida 4 kishiga bitta ot qolayotganligi, ya'ni vabo tarqaganligidan so'ngda va endi ya'ni Loy jangidan keyingi holatda shunday tushunishimiz mumkinki, hali hamon nizolar mavjud edi ustoz. Shunga ham bir qisqacha to'xtalib o'tsak, menimcha yaxshi bo'lardi. Endi haqiqatan ham avvalo mana jang mag'lubiyat bilan tugadi.
chekinishyapti. Chekinayotgan paytda ham birlik yo'qda. Bitta umumiy bir qarorga kelish yo'q. Misol uchun Amir Husayn Amir Temurga xabar jo'natyaptiki, tezda o'z qo'shinlaring bilan daryodan o't, ya'ni Amudaryodan o't, janubga o't va biz Amudaryoni janubidagi hududlarni himoya qilamiz, Amudaryoni shimoldagi hududlarni mo'g'ullarga topshiramiz deyapti. Lekin Amir Temur bunday fikrga emas. Mana ayniqsa Amir Temurning shu so'zlarini demak e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Amir Temur endi Mo'g'ulnahrda Amir Temur Mo'g'ulnahrning bir o'g'loni sifatida uni dushmanga berib qo'yishni xohlamayapti-da. Shu maqsadda aytayaptiki, mana nomussiz hayotning qadri yo'qdir va pushaymon bilan zoya ketgan umrni qaytarib bo'lmaydi. Agar ruxsat bersang, men Samarqandda qolaman, lashkarni to'plab yana bir bor Mo'g'ul bilan jang qilaman. Demak, Amir Husaynni Mo'g'ulnahrni tashlab chiqish to'g'risidagi taklifini Amir Temur qabul qilmayapti va yana bir bor jang qilishga qaror qilyapti. Lekin Mo'g'ulnahrda Amir Temurning atrofida qolayotgan qo'shinni ham vaziyatini tushunish kerak-da. Xo'p, Temur Mo'g'ulnahrda qolaman deyapti. Temurning atrofidagi, demak, Temurga qarshi bo'lgan kuchlar ham Mo'g'ulnahrda qolyapti, lekin Amir Husayn o'z qo'shinlari bilan Mo'g'ulnahrni tashlab chiqib ketyapti. Natijada Temur qo'shinlarida ham ikkilanish paydo bo'lmaydi. Ular ham, Amir Husayn o'z qo'shinlaridan chiqib ketyapti. Biz bu yerda qolyapmiz. Biz Mo'g'ullarning oldida yolg'iz qolyapmiz-ku. Biz ham chekinsak bo'lmaydimi? Temur nima uchun qaysarlik qilib chekinmayapti? Deb Temurdan norozilik ham paydo bo'lyapti-da bu yerda. Temur bo'lsa, bu yerda 7 ta qo'shin tuzib, demak, boya aytganimizdek, o'sha demak, bitta qo'shinda o'rtacha 500 kishi bo'ladigan bo'lsa, 3,5 ming kishilik qo'shin tuzib, dushmanga, demak, qirovul qilib yuboryaptiki, demak, Loy jangidan keyin Samarqandga qarab yo'lga chiqayotgan Mo'g'ul qo'shinini o'rganish, ularning harakatini kuzatish uchun qo'shin jo'natyapti. O'zi ham qolgan kuchlarni shu yerda yig'yapti. Ya'ni yana bir bor Samarqandni himoya qilish uchun jangga kirmoqchi. Boyani aytib o'tdingiz. Mana shu Mo'g'ullarga qarab ketayotgan qo'shinda ikkilanish bor. Ya'ni ular, xo'p, Amir Husayn o'z qo'shinlari bilan ketib yubordi. Demak, Balxga o'tib ketdi Amudaryoning ortiga. Temur bizni dushmanga qarshi jo'natyapti. Biz ham qaytsak bo'lmaydimi degan taxmin borda va shuni natijasida boyaga nizo kelib chiqyaptiki, Temurning maqsadi bizni, demak, Amir Husaynga topshirib yuborish yoki Mo'g'ullarga topshirib yuborish degan bir fikr paydo bo'lyapti. Va ular bundan ko'ra Mo'g'ullarning xizmatiga kirib ketsak omon qolamiz degan fikrda bo'lyapti. Menimcha, Loy jangidagi mag'lubiyatdan keyin hamma ham qochib bu yoqqa kelmagan. Qo'shinning bir qismi to'g'ridan-to'g'ri Mo'g'ullar tomoniga o'tib ketgan bo'lishi ham mumkin-da. Shuning uchun ham bular Mo'g'ullar tomoniga o'tishni maqsad qilyapti. To'g'ri, Abbos qo'lidagi qolgan, o'z tomonida qolgan kuchlar bilan Temurning oldiga qaytib keldi va bor vaziyatni aytdi. Demak, qo'shinning bir qismi Mo'g'ullar tomoniga o'tib ketdi. Samarqandni Mo'g'ullardan himoya qilishni endi imkoniyati yo'q deb Temurga ham tushuntirdi va Temur ham nihoyat shundan keyin majbur bo'ldiki, Samarqandni himoya qilish fikridan voz kechib, Amir Husaynning ortidan, demak, Amudaryodan kechib o'tish. To'g'ri, o'rtada biroz vaqt o'tdi. Amir Husayn bu vaqtda Balxga yetib borib joylashib bo'lgan edi. Temur, demak, Qarshi vohasida, demak, Mo'g'ullar harakatini kuzata boshladi. Aynan shu vaqtda, demak, dushmanga qarshi mudofaa kuchlarini ham, ishlarini ham amalga oshirishga harakat qilganda Temur baribir Amir Husaynga qo'shilib daryoni ortiga o'tib ketib, vaziyatni kuzatish fikr bo'lmagan. U Qarshi shahrini devor bilan o'ray boshlagan. Demak, dushman kelayotgan ekan, unga qarshi qarshilik ko'rsatish, jang qilish uchun biz qal'alarga ega bo'lishimiz kerak. Demak, ochiq maydonda jang qilishga qudratimiz yetmaydimi endi? Endi qal'alarda turib jang qilishimiz kerak degan fikrga kelyapti-da, Qarshi shahrini mana shu qishda devor bilan o'ratadi. Bu ham, demak, Temurning fikri vatanini, Mo'g'ulnahrni oxirigacha himoya qilish bo'lganligi ko'rsatadi. Albatta, men shu so'z yetarli deb o'ylayman. Hurmatli mushtariylar, mana Amir Temur Sohibqiron hazratlarini ko'pchilik e'tirof etadigan, ya'niki faoliyati davomidagi birinchi va yirik mag'lubiyati bu albatta hisoblanadi. Shu uchun ham bu albatta muhim voqealar. Mana ikki amir munosabatlarini ustozimiz juda chiroyli yoritib berishdi. Haligi ayrim bir masalalarda aytmoqchimizki, bu yerda Amir Husayn yoki Amir Temur bu mag'lubiyatda aybdorlik nuqtai nazaridan bir kishiga yukni ortish bu noto'g'ri ekanligini ustozimiz tomonidan belgilandi. Fikrlaring, savollaring bo'lsa, mazkur yoki undan avvalgi ko'rsatuvlarimiz bo'yicha albatta kutib qolamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Shu o'rinda aytib o'tmoqchiman.
mana shu loy jangi bo'yicha alohida bir ko'rsatuv ham qilganmiz. Shu ko'rsatuv shu YouTube kanalimizda bor. O'sha loy jangi bo'yicha mana shu alohida bir qisqa bu ko'rsatuv 7-8 minutlik adashmasam, shuni bir ham alohida bir ko'rib chiqishlaring mumkin. Unda ham jang sxemalari bilan shu ko'rsatuv tayyorlangan. Undan tashqari demak Temurnoma demak mavzusidagi ko'rsatuvlarimiz davom etyapti. Mana navbatdagi sonini bugun mana sizlarga demak havola qilyapmiz. Bundan keyingi sonlari ham albatta sizlarga havola qilinadi. Faqat buning uchun biz sizlardan demak mana bu qilayotgan ko'rsatuvlarimiz bo'yicha o'zlaringni fikr mulohazalaringni izohlarda bildirishlaringni, uni demak qo'llab-quvvatlashlaringni so'ragan bo'lardik. E'tiborlaringiz uchun rahmat.